Assalomu alaykum barcha do'stlar. Sizlar bilan navbatdagi majburiy matematika 9-test sinf tahlilini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi misolimizda qoldiqli bo'lish to'g'ri bajarilgan tenglikni aniqlang deyapti. Xo'p, qoldiqli bo'lishimizda quyidagi holatga keladi, ya'ni a bo'lingan b sonimiz barobar c chiqib qoldig'i d qolsin va bunda a ni qiymati b ko'paytirilgan c qo'shilgan d qoldiq bo'ladi va qoldig'imizning qiymati mana bu b sonidan doim kichkina son bo'lishi kerak deymiz. b dan kichkina son bo'lishi kerak. Hop, birinchi ifodamizga qaraydigan bo'lsak, bunda 4 kare 5 20, 22 ni qo'shsam 42 degan son to'g'ri kelib chiqadi. Lekin mana bu yerdagi 4 bo'luvchimiz mana bu qoldig'imizdan nima emas, katta emas. Ana shuning uchun bu qoldiqli bo'lishni bajarmaydi. Tenglik to'g'ri, lekin qoldiqli bo'lish holatini bajarmaydi. Hop, ikkinchi misolimizda, hop, ya'ni B shartimizda demoqchi edim. Hop, bunda 10 kare 9 90, 10 ni qo'shsa 100. Bu ham to'g'ri keladi, lekin mana bu sonimiz aytyapmiz, qoldiqdan katta bo'lishi kerak. Teng bo'lishi ham mumkin emas. Demak, bu ham qoldiqli bo'lishni nima qilmas ekan, bajarmaydi. C javobimizda qoldig'imiz mana bu manfiy son kelmaydi. Demak, bu avtomatik bu xato. Hop, oxirida demak 3 ta variantimiz xato bo'lgandan keyin albatta D javobimiz to'g'ri bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz. 6 kare 4 24, 1 ni qo'shsak 25 o'rinli va mana bu 6 miz 1 dan katta. Demak, bu sonimiz o'rinli bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan javobimiz D variantiga to'g'ri keladi. Navbatdagi misolimiz, ikkinchi misolimizga o'tamiz. B 2 ga va A 7 bo'lganda quyidagi ifodaning qiymatini toping deyapti. B ni aynisi qo'shilgan A degan ifodani. Demak, B o'rniga 2 kelib, 2 ni 7-si qo'shilgan 7 holatda bajaramiz. 2 ni 7-si degani bu 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgandan nechta? 7 ta bo'ladi. 6 va 7 ta qo'shilgani 7 ta. Va 7 ta 2 ni ko'paytirib chiqqanimizda bizda 128 degan javob kelib chiqadi va unga 7 ni qo'shib qo'ysak 135 degan javob hosil bo'ladi va bu javobimiz bizda D variantiga mos keladi. Demak, ikkinchi misolimiz yechimi D variant bo'ldi. Navbat 3-misolimizga. Hop, ushbu qonuniyat berilgan. Hop, bu yerda mana bu belgini qaranglar. Bu belgining ma'nosi aytyapti. A soni bilan B sonini ko'paytirib, A soni bilan B sonini qo'shib, ikkala chiqqan javobni qo'shib qo'y degan maqsadda kelyapti. Demak, bizga berilgan 3 bilan 5 sonlarni aynan mana shu holatda foydalanamiz. Demak, 3 hop, demak 5 barobar 3 ni 5 ga ko'paytiramiz, qo'shamiz 3 qo'shilgan 5. Demak, 3 kare 5 15 qo'shilgan 8. Demak, javobimiz 23 degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda A variantiga mos bo'ladi. Juda yaxshi, navbatdagi misolga o'tamiz. Xo'p, 4-misolimizda rasmda berilgan ma'lumotdan foydalanib, ikkita olmaning massasini aniqlang. E'tibor beramiz, bu yerda 3 ta olmaning massasi 825 gram. Demak, bitta olmaning massasini topishlik uchun 825 ni 3 ga bo'lamiz. Bunda 275 gram ekanligi kelib chiqadi. Lekin bu bittaniki. Bizdan so'rayotgan narsa shart ikkita olmaning massasi. Buni 2 ga ko'paytirib qo'yishlik kerak edi. Demak, 275 ko'paytiramiz 2, bunda 550 gram ekanligi kelib chiqadi. Bu esa bizda B variant. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Xo'sh, quyida berilgan diagrammada o'quvchilarning nechta kitob o'qigani ko'rsatilgan. Bunga ko'ra, xo'p, eng ko'p kitob o'qigan bolani aniqlang. Mahmudga e'tibor beramiz. Mahmudimiz mana chat tomondagi kitoblar bo'lyapti. Demak, Mahmud 4 ta kitob o'qigan ekan. Ashrafchi 5 ta kitob o'qigan ekan. Mubina esa 7 ta kitob, Ilyos esa mana bu yerda 2 ta kitob o'qigan ekan. Demak, bu yerda eng ko'pini qaysi o'qigan bo'ladi shunda? Ya'ni mana diagrammadan foydalansak, aynan Mubina o'qigan bo'ladi. Chunki buniki eng ko'p kitoblar o'qilgan qatorga to'g'ri kelyapti, ya'ni 7 ta. Mubina 7 ta kitob o'qigan. Demak, eng kattasi mana shu degan javob. Ya'ni C variantiga to'g'ri keladi. Juda yaxshi. Navbatdagi misolimizga o'tamiz. 6-misolimizda bizdan COB burchak so'ralyapti. COB, ya'ni mana shu burchakni umumiysi so'ralyapti ekan. Demak, bizda BOA 30 gradus ekanligi, AOC esa 52 gradus ekanligi ma'lum. Bizga umumiy burchak so'ralayotganligi uchun, ya'ni burchak COB so'ralayotganligi uchun ikkala burchakni qo'shib qo'yamiz. 30 gradus qo'shilgan 52 gradusimiz bizda umumiy hisobda 82 gradus ekanligi kelib chiqyapti. Xo'p, bu variantimizda xo'p, mana 72 gradusligimizni 82 gradus deb o'zgartirib qo'yamiz. Testda to'g'rilab ketilgan, albatta, variantlar tahlilda ozgina xato ketib qoldi xolos. Yaxshi, demak variantimiz qaysi javob bo'lyapti? Aynan C variantga to'g'ri kelyapti. Xo'p, navbatdagi misolimizga o'tamiz. 7-misolimizda ushbu tenglamani yeching deyapti. Xo'p, biz ikki tomonga proporsiya qilib yuboramiz.
4 minus x ni ko'paytiramiz 3 ga, 5 ni ko'paytiramiz 2 minus x ga. Demak, 12 ayrilgan 3x barobar 10 ayrilgan 5x bo'lyapti va 5x ni chap tarafga, 12 ni esa o'ng tarafga botaman. Shunda 5x ayrilgan 3x barobar 10 ayrilgan 12 bo'lib qoladi va bundan 2 ta x barobar 10 dan 12 ni ayirsak minus 2, 2 ga bo'lib yuborganimda x ni qiymati minus 1 degan javob kelib chiqyapti. Bu esa bizda A variantiga misol bo'ladi. 8-misolimiz 24 sonining natural bo'luvchilar sonini toping deyapti. Xo'p, o'zi bu aslida nima? Masalan, 24 degan sonimiz qaysi natural sonlarga bo'linadi? Bular 1 ga, 2 ga, 3 ga, 4 ga, 6 ga, 8 ga, 12 ga va o'ziga bo'linadi. Sanab chiqqanimizda 8 ta ekanligi kelib chiqadi. Demak, natural bo'luvchilar soni, ya'ni NBS deyiladi. Natural bo'luvchilar soni 8 ta ekan. Endi kattaroq son bersa ham shunaqa bo'lib chiqamizmi desa, yo'q, uni topishning quyidagi usuli bor. 24 degan sonimizni tub ko'paytirib jiritamiz. 2 ga bo'lsam 12, 2 ga bo'lsam 6, 2 ga bo'lsam 3, 3 ga bo'lsam 1. Demak, bu 2 ni 3-inchisi, 3 ni esa 1-inchisi. Natural bo'luvchilar son topishlik uchun berilgan tub ko'paytirilgan sonlarimizni darajasiga 1 qo'shib olamiz. 3 ekan, 3 plyusdan 1. Darajasi 1 ekan, 1 plyus 1. Ikkala chiqqan javobni ko'paytirib qo'ysak, o'rinli bo'ladi. 4 ga 2, 8 ta ekanligi kelib chiqadi. Demak, kattaroq son berilsa, mana shunday holatda bajarib olsanglar o'rinli bo'ladi. Ikkala usulda ham to'g'ri chiqadi. Demak, bu birinchi usul, bu esa ikkinchi usul. Ikkinchi usul maslahat beraman, chunki kattaroq sonlarda ham universal bu usul. Demak, javobimiz B variantiga to'g'ri kelyapti. Xo'p, 32 va 48 sonlarni ekubi so'ralyapti. Xo'p, ularni topishlik uchun biz ularni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 2 ga bo'lsam 16, 2 ga bo'lsam 8, 2 ga bo'lsam 4, 2 ga bo'lsam 2, 2 ga bo'lsam 1. Xo'p, 48 esa 2 ga bo'lsak 24, 2 ga bo'lsak 12, 2 ga bo'lsak 6, 2 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. Ekub. Ekubda ikkala tarafda ham bor sonlarni kamini olamiz. Demak, 32 da 2 dan 5 ta bor. Bunda 5 ta bor, bunda esa 2 dan 4 ta bor. Demak, 2 dan 4 tasini olamiz. 3 bunda bor, lekin bunda yo'q. Boshqa son ola olmas ekanmiz. Demak, 2 ni 4 ni hisoblab qo'yamiz. Bunda 16 degan qiymat hosil bo'ladi. Bu esa bizda D variantiga to'g'ri keladi. Xo'p, so'nggi misolimiz, 10-misolimizda aynaning uzunligi 24 pi ga teng bo'lsa, uning diametrini aniqlang degan shart beryapti. Xo'p, ayna uzunligining formulasi 2pr orqali topiladi. Demak, bu ifodamiz 24 pi ga teng bo'ladigan bo'lsa, xo'p, pi lar qisqarib ketadiganimiz 2 ga bo'lib olsak, radiusimizning qiymati 12 kelib chiqadi. Endi bizdan diametr so'rayapti. Diametrimiz bilamizki, 2 ta radiusga teng. Demak, radiusni 2 ga ko'paytirib qo'ysak, javob 24 degan qiymat kelib chiqadi. Bu esa bizda B variantiga to'g'ri keladi. Shu bilan so'nggi misolimiz yechimi tugadi. E'tiborli uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.